Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan eng yangi chiqqan va yangilangan Uzgram Tor dasturini kompyuterda ishlatib ko'ramiz. Ya'ni sizlar bilan birgalikda mana bu Uzgram Tor faylini ustiga bosamiz va bizga ochib ketadi dasturimiz. Ya'ni shu Python faylimizni mana ko'rishingiz mumkin logolari. Mana shu ko'rinishda bo'ladi dasturimiz. Xo'p, bu yerdan biz odam qo'shib ko'rsataman sizlarga. Buning uchun biz 6-buyruqni bosamiz. Xo'p, aytayaptiki, bizga odam olmoqchi bo'lgan gruppaning linkini kirityapti. Biz mana bu gruppadan odam olib ko'ramiz. Ya'ni guruhimizga odam olamiz. Buni belgilaymiz va kopirovat qilib dasturimizga qo'yamiz. Endi enter bosamiz. Endi ikkinchi qo'shmoqchi bo'lgan gruppaning linkini kirityapti. Buning uchun biz o'zimiz qo'shmoqchi bo'lgan gruppaning linkini olamiz va qaraymiz, tepada 0 ta obunachi turibdi. Hali mana bunga qo'shilib boshlanadi. Xo'p, dasturga kirib kiritamiz. Bir necha sekundda bitta odam qo'shilsin deyapti. Bizga masalan 5 sekund bo'la qolsin. Xo'p. Qatl yozamiz va enter bosamiz. Va mana obunachi qo'shib boshlandi. Ko'rishimiz mumkin. Ikkita obunachi qo'shildi. Mana bizning guruhimizga kirib ketadi. Ya'ni kod keladi, kiritsak gruppamizga kirib ketadi. Kanalimiz mana bu yerda chiqadi. O'shanga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, mana bu 5 ta obunachi qo'shildi. Ko'rib boramiz do'stlar. Uzgram Tor dasturimiz ishlashi xuddi shunaqa oddiy ishlaydi. Juda murakkab emas. Bemalol telefonda, kompyuterda ishlatsak bo'ladi. Bu dasturlarimiz telefonga hamda kompyuter versiyasi bor. Bemalol bizdan sotib olib ishlatsalaringiz bo'ladi. Mana ko'z oldilaringizda ko'rib turibsizlar. Obunachi qo'shib ko'rsatyapman. Dastur ishlamay qolib yoki xato qilgan joyi yo'q. Bemalol ishlatsalaringiz bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. 12 ta obunachi qo'shildi. O'n 15 ta obunachi bo'ldi mana. Bu bitta akkauntdan qo'shayotgan obunachilar soni, ya'ni yangilangan dasturimizda ishlatilgan. Ya'ni ko'ramiz nechtagacha obunachi qo'shar ekan bitta akkaunt. Xuddi mana shu tartibda dasturimiz obunachi qo'shishni boshlaydi va davom ettiradi. 19 ta obunachi bo'ldi guruhimizda. Xuddi mana shunaqa qilib sizlar ham bemalol obunachi qo'shib, ya'ni guruhlaringizni rivojlantirsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana lichkam bor, bemalol o'tib menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Kompyuterga o'zimiz o'rnatib beramiz, telefonga o'rnatishni o'rgatamiz 0 dan 100% gacha. Mana ko'rishimiz mumkin, hali ham qo'shish davom etmoqda. Mana bu enter akkauntda yana o'sha bitta akkauntdan keyingi bo'limda olinayotgan akkauntlar hisoblanadi, obunachilar hisoblanadi. Bemalol ko'rishimiz mumkin. Mana bu guruhdan obunachi bizning guruhimizga olinyapti. Xo'p, ko'ramiz oxirida nechta odam o'tar ekan. Mana o'sha guruhda yozib ham boshlashdi obunachilar. Mana bu tepada ko'paymayotgan sababi bu keyin mana chiqib kirsak qayta ko'payib qoladi. Xo'p, ko'rib boramiz. Mana do'stlar, dasturimiz obunachi qo'shib bo'lib ishdan to'xtadi. Endi ko'rishimiz mumkin. Bemalol bizdan olmoqchi bo'lsanglar, menga yozib murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Dasturga bemalol xohlaganicha raqam kiritib obunachi qo'shsalaringiz bo'ladi do'stlar.